Insoniyat tomonidan kashf etilgan va hech qachon qadrini yo'qotmaydigan mo'jizalardan biri kitobdir. Shuning uchun ham kitob aziz, kutubxonalar muqaddas sanaladi. Bugungi kunda yoshlarni kitobxonlikka keng jalb qilish, ular o'rtasida mutolaa madaniyatini shakllantirish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi lavhamiz Uychi tumanida tashkil etilgan kitobxonlik yorqin kelajak kafolatidir mavzusidagi o'quv amaliy seminar haqida. Kitob har bir insonni ma'nani yuksaltiruvchi, dillarni ilm ziyon nuri bilan yorituvchi muallimdir. Uychi tumanida joylashgan 46 ta umumta'lim maktabidagi o'quvchi yoshlarning bugungi kunda kitobga muhabbati yuksak. Buni mazkur 39-maktabning namunali kutubxonasi, kitobxon yoshlari va tashkil etilgan viloyat seminari ham yaqqol isbotlab turibdi. Kitobxonlik yorqin kelajak kafolatidir mavzusidagi seminar ishtirokchilari psixologik mashg'ulotlar, kuy-qo'shiqlar ijrosi bilan tantanali kutib olindi. Shuningdek, muzey, qo'l mehnati namunalari ko'rgazmalari bilan tanishdilar. Sportchi o'quvchilar, yosh rassomlarning iqtidori maktabdagi sifatli ta'lim-tarbiyaning namoyoni bo'ldi. Maktabimizda 620 nafar o'quvchi ta'lim-tarbiya olishadi. Har bir o'quvchimiz kutubxonamizning a'zosi hisoblanadi. Maktabimizdagi nafaqat kutubxonada, balki sinfxonalarda ham sinf kutubxonasi burchaklari tashkil etilgan. Ushbu kutubxonadagi kitoblardan o'quvchilarim doimiy tarzda o'qib borishadi. Bugun mana shu tajribamizni ommalashtirish maqsadida Namangan viloyati seminarini tashkil etganmiz. Maktabimiz kutubxonasining ish jarayonini shu tumanlardan kelgan va tumanimizdagi barcha kutubxonachilarga ommalashtirmoqdamiz. Seminar qatnashchilari dastlab sinflarda tashkil etilgan ochiq darslarni kuzatdilar. Kitobxonlik mahorati, atoqli shoir Usmon Nosir hayoti va ijodini o'qitishdagi tajribalar tanishtirildi. Maktab kutubxonasida davom etgan o'quv amaliy mashg'ulotida tuman va viloyatdagi umumta'lim maktablari kutubxonachilariga zarur tavsiyalar berildi. Kitobxonlik targ'iboti bo'yicha bilim ko'nikmalari mustahkamlandi. Har bitta tumanlarimizda bittadan namunali maktab kutubxonalari tashkil etish belgilangan bo'lib, mana shu 3 tumandagi maktabimiz ham namunali maktab kutubxonasi ro'yxatiga kirgan va amalga oshirilgan ishlarimizni butun viloyat kutubxonachilarimizga ko'rsatamiz va butun viloyat bo'yicha ommalashtirishni rejalashtirganmiz. Milliy kutubxona saytlariga maktablarimizni bevosita ulanishi va o'qituvchi va o'quvchilarimizdan keng foydalanishini ham mana shu seminarimizda kutubxonachilarimizga tushuntirib, ta'kidlab o'tib ketdik. Maktab hovlisida tashkil etilgan badiiy chiqishlarda ham kitobxonlik targ'ib etildi. Ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, aytilgan she'rlarda bosh mavzu kitobsevarlik, uning buyuk kashfiyot ekani ta'kidlandi. Behbudiyning Padarkush asari asosidagi sahna ko'rinishida ham kitob o'qimaslikning ayanchli oqibatlari talqin etildi. Men shu 39-maktabning 4-sinf o'quvchisi, shu kungacha 100 dan ortiq kitoblarni o'qiganman. Kitob o'qish odam uchun zavq, quvonch olib keladi. Undagi qahramonlar ham juda qiziqarli va ajoyib. Bugun maktabimizda festival bo'lib o'tdi. Men bunda o'qigan kitoblarimni so'zlab berdim. Bugungidek axborot xuruji davrida kitobga muhabbatni saqlab qolish har qachongidan-da muhim. Chunki kitob bu nafaqat bilim manbai, qolaversa to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi ma'naviy ustozdir. Seminarda bu borada taklif, tashabbuslar ilgari surilib, tajribalarni yanada boyitib borishga kelishib oldilar.